Xayrli kun muhtaram teletomoshabin do'stlar, biz jonli efirdamiz. 18 aprel bugun va mamlakatimizda mazkur sana O'zbekiston Respublikasi uy-joy kommunal xizmati ko'rsatish xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Bir necha kundirki aynan mana shu soha xodimlari bilan bog'liq bevosita kuchli chiroyli bir tadbirlarda ishtirok etdik. Aslida haqiqatda kundalik hayotda muhim o'rin tutuvchi mazkur soha xodimlarining mehnati ko'pincha ham kadrda emas. Ular kadr ortida ko'zga tashlamaydigan bir frontda bo'ladi. Va aynan shu xodimlar, kommunal xizmat xodimlariga bag'ishlangan bugungi ko'rsatuvimizda shu sohaning vakillarini studiyaga taklif etganmiz. Chunki kommunal xizmati ko'rsatish har qanday ob-havo sharoitida u soatlarni tanlamaydi. U kunning qaysidir ma'lum bir qismini tanlamaydi. Qishning sovuq kunlarida issiqlik tizimini ishlatishi yoki bo'lmasam yozning jaziramasida aholining koriga yaraydigan sovuqlik beruvchi o'sha barcha ta'minot, bu elektr bo'ladimi, boshqa barcha kommunal sohaga oid bo'lgan ne'matlarni uzluksiz ishlab turishini ta'minlovchi aynan mana shu soha xodimlari hisoblanishadi. Va avariya holatlarini bartaraf etishda ham ularning tezkorligi, mas'uliyati juda muhim ahamiyatga ega. Studiyamizning ishtirokchilari bugungi kasb bayramini nishonlayotgan mana shu soha xodimlari bilan tanishtirishdan xursandmiz. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi departamenti boshlig'i o'rinbosari Aziz Xalilov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Hamda issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati boshqarma boshlig'i Ulug'bek Farhodov. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin yigitlar. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasi jamiyatning barqaror faoliyati uchun asosiy ustunlardan biri. Ushbu tizim orqali aholi ichimlik suvi bo'ladi, elektr energiyasi, tabiiy gaz, issiqlik ta'minoti kabi zarur resurslar bilan muntazam ta'minlab borilishi kerak. Shuningdek, ko'p qavatli uylarni xizmat ko'rsatish sohasi aynan etiketlariga, talablarga muvofiq muntazam mazkur kommunal tarmoqlar bilan ta'minlash ham sizning zimmangizda. Koshki u soat ertalabki 6 dan kechki 9 gacha bo'lsa, 24 ga 7 rejimda ishlaydigan faoliyat soha xodimlari. Davlatimiz rahbari kuni kecha aynan mana shu soha xodimlariga tabrik yo'lladi va tabrikda davlatimiz rahbari kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan fidokorona mehnat qilib, aholi, tashkilot va muassasalarning qulay zamonaviy sharoitlarda yashashi, faoliyat ko'rsatishini ta'minlab kelayotgan soha xodimlaridan minnatdor ekanligini bildirdi. Prezidentimiz bu tabrikni eshitgandagi birinchisini yuragingizda o'tkazgan faxr hissi qanday bo'ldi? Marhamat. Rahmat kattakon. Haqiqatan ham kuni kecha davlatimiz rahbarini yo'llagan tabriklari bu birinchi marta, ilk bor desa ham bo'ladi. İlk bor shu kommunal soha, uy-joy kommunal soha xodimlari kuni bilan yo'llangan tabrik bo'ldi. Albatta bu tabrikni eshitgandan so'ng barcha, nafaqat o'zim, barcha kommunal sohada faoliyat yuritayotgan chilangarlar, mexaniklar, ustalar va boshqa servis kompaniyalari, shirkatlar va ushbu sohada faoliyat olib borayotgan barcha xodimlarning yanada o'z ishiga bo'lgan mehr, muhabbati, ya'ni aholiga shunaqa qulay sharoitni yaratib berayotganligi, kunini kunduz, kechani kecha demay aholiga xizmat ko'rsatib borayotganligi bo'yicha yanada tashabbuslari, ya'ni o'ziga ishonchi yanada ortdi. Bu juda katta yutuq desa bo'ladi va sohada bundan keyingi davrlarda ham aholiga xizmat qilishdan charchamasdan, qulay sharoit yaratishdan charchamasdan o'ziga ishonch bilan yanada orqa qadam bosadi ular. Ulug'bek. Avvalambor mana shunday yillar davomida e'tibordan chetda qolgan sohamizga davlatimiz rahbari tomonidan yuksak e'tibor qaratilayotganligi, sohamizdagi har bir xodim, u eng quyi tashkilotda ishlayotgan chilangar, farroshdan tortib respublika darajasidagi rahbar xodimlariga ham qo'shimcha motivatsiya bo'ldi. Bu aholimizga sifatli xizmat ko'rsatishimiz uchun bizga qo'shimcha energiya, qo'shimcha kuch bag'ishlaydi va buni ortida turgan barcha mutasaddilarga mana shunday yuksak e'tibor uchun rahmat aytmoqchiman. Rahmat. Aslida mehnatingiz oson emas. Bu hech qachon oson kechmagan. U oxirgi yillar islohotlar kirib, aynan mana shu vazirlik darajasida faoliyatingiz ko'lami kengaygandan bugungi qurilish davri jadal tus olgan yillarga qadar hech qachon oson kechmagan va lekin islohotlar har doim ishni qaysidir ma'noda yengil qiladi. Chunki zamonaviy texnologiyalar, xalqaro tajribalar, aholi zich bo'lib borayotgan o'sha ijtimoiy demografiyasi yuqori bo'lgan davlatlarning tajribasini O'zbekiston bilan birgalikda uning tajribasiga kollaboratsiya qilish hamisha qo'l kelgan. Menga qiziq va eng qatori barcha yurtdoshlarimizga islohotlarni aniq natijalarini qandaydir misollar bilan sharhlab, izohlab o'tsangiz, marhamat. Respublikamizda jami 45 mingdan ortiq ko'p kvartirali uylar mavjud va ushbu ko'p kvartirali uylarga bevosita shu
boshqaruv servis kompaniyalari, shirkatlar yoki o'zimizni boshqaruvchi tashkilotlar tomonidan xizmat ko'rsatib boriladi. Bunda bugungi kunda 90% dan ortig'iga, ya'ni tadbirkorlik subyektlari bo'lgan boshqaruvchi tashkilotlar tomonidan xizmat ko'rsatiladi. Va so'nggi davlatimiz rahbarining tabriklarida ham e'tibor qaratgan bo'lsangiz, so'nggi 9 yilda, ya'ni 3 trilliondan ortiq mablag', ya'ni 4 trillionga yaqin mablag' shu ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash yo'naltirildi va ko'p hamkasbimiz aytib o'tganlaridek, shu yillar davomida e'tibordan chetda qolgan soha bo'lib qolgandi, lekin mana shu davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan 2017-yilda boshlab qabul qilgan dasturlari, qarorlari 29-22 PQ 29-22, undan tashqari 2021-yildagi 51-52 sonli qarorlari va mana o'tgan yilda qabul qilingan 24-yilda qabul qilingan dasturlar va mana yaqin kuni kechada 5-fevral kuni muhtaram prezidentimiz qaror qabul qilib berdilar. PQ 48 sonli qarorlar bilan ushbu sohani tubdan isloh qilish, ya'ni tubdan o'zgartirish, ya'ni yangicha ruh olib kirish desa ham bo'ladi, yangi havo olib kirish desa ham bo'ladi. Bugungi kungacha 51 mingtadan ortiq ko'p kvartirali uylarning turli yo'nalishlar bo'yicha ta'mirlashlari amalga oshirilgan. Undan tashqari 3,5 mingta, ya'ni 3500 tadan ortiq liftlar yangisiga almashtirildi mana shu bugungi kungacha. Va aytib o'tmoqchimizki, raqamlashtirish sohasida ham juda katta e'tibor qaratilyapti ushbu tizimimizda. Ya'niki ko'p kvartirali uylarni umumiy yig'ilishlarni onlayn yig'ilishlar o'tkazish, inson omilisiz uylarni boshqarish organlariga biriktirish va hisobotlar berish, ya'ni aholining to'layotgan mablag'lari qayerga sarflanayotganligi bo'yicha kuzatib borish, aholini o'zi turgan joyda masalan to'lovlarni onlayn amalga oshirish tizimlari to'liq masalan yo'lga qo'yildi bugungi kunda. Undan tashqari aytib o'tishimiz joizki, har 3 oyda o'sha ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatib kelayotgan tashkilotlar tomonidan qancha mablag' ishlatilganligi, qancha mablag' qabul qilinganligi, nima ishlar qilinganligi, bajarilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlar kiritib borish tizimlari yo'lga qo'yilyapti. Tushunarli. Shu kabilardi. Marhamat. Avvalambor aytish joizki, bizni kommunal sohaning asosiy vazifasi aholi turmush sharoitini yaxshilash. Aholi turmush sharoitini yaxshilash maqsadida yillar davomida e'tibor berilmagan bu sohamizda 2017-yildan boshlab muhtaram prezidentimizning oqilona siyosatlari asosida olib borilgan chora-tadbirlar natijasida ta'minlanganlik darajasi boyiga jami 45 mingta ko'p kvartirali uylarning 16.610 tasi bugungi kunda markaziy issiqlik ta'minotiga ulangan. Bu 16.610 ta uylar foiz kesimida 37% ni tashkil qiladi. Ya'ni butun respublikamiz bo'yicha mavjud aholining, demak 730 mingta kvartiralarda yashayotgan aholi to'g'ridan-to'g'ri bizning xizmatlarimizdan foydalanmoqda. Bundan tashqari 2024-yil davomida 543 ta qozonxonalar mavjud bo'lgan bo'lsa respublikamizda, bugungi kunda 560 ta qozonxonalar respublika bo'yicha xizmat ko'rsatib kelmoqda. Issiqlik tarmoqlari ham yillar kesimida o'sish foizi 20% gacha oshib 4090 km issiqlik tarmoqlari ish faoliyatida turibdi bugungi kunda respublikamizda. Shuningdek, aholimizga issiqlik energiyasi ishlab chiqarish hajmi ham o'tgan yilga nisbatan qariyb 20% ga oshib, bu yil birinchi choragida 1.300.000 gigakaloriya issiqlik energiyasi aholimizga yetkazib berdik. Bu degani, demak 2025-2026 yil kuz-qish mavsumida aholimiz sifatli issiqlik energiyasi bilan ta'minlandi va aholimiz turmush sharoiti bizga berilgan vazifalarni o'zini oqlab, aholimiz turmush sharoitini yaxshilashga hamda ularga qo'shimcha komfort yaratishga erishdik. Tushunarli. Mana siz sohangiz taqozosi bilan men nazarimda eng ko'p aholi murojaatlari bilan ishlaysiz. Aholi orasida ular bilan yashash, ular bilan nafas olish, ularning muammolari hamisha sizga kunday ravshan bo'ladi. Islohotlar, yangiliklar, texnologiyalar, innovatsiya, raqamlashtirish ayniqsa kirib borgani sari qaysi murojaatlar keskin kamaya boshladi? Ya'ni yuklama kamaydi. Chunki har doim haqiqat qiyoslarda ayon bo'ladi-yu. Biz ikki bir davrni ko'rgan insonlar sifatida, ko'rayotgan insonlar sifatida norozi bo'lgan insonlar qaysi murojaatlar soni kamaygandan qiyoslashingiz mumkin? Shaxsiy monitoringingizdan kelib chiqqan holda javob berishingiz mumkin. Xo'p, aytishimiz mumkinki, raqamlashtirishda birinchi navbatda ko'p kvartirali uylarni boshqarish sohasini oladigan bo'lsak, aholidan to'lanayotgan majburiy badal mablag'larini yuritilishi. Ya'ni ilgarilari
ya'ni 5-6 yil oldinga qaraydigan bo'lsak, eski davrlarda qarasak, aholini to'layotgan mablag'larni boshqarish organlari qog'ozlarda yuritgan. Qog'ozlarda yuritgan, hisob kitobi qog'ozda bo'lgan, faqat u ham ko'p vaqt talab etardi, ham aholini masalan to'lagan mablag'i qancha to'ladim, qancha qarzdorligim borligi elektron platformalar orqali yoki kuzatib borish imkoniyati yo'q edi. 2021-yilda yuqorida aytib o'tdim, muhtaram prezidentimizning chiqargan qarorlari bor. PQI 51-52 sonli qarorlarga asosan biz mening uyim billing tizimi joriy etildi o'shanda. Bunda aholini barcha respublika bo'yicha 45 mingdan ortiq ko'p kvartira uy bo'lsa, 1,5 millionta mulkdorlar ushbu tizimdan foydalanadi. Ya'ni ushbu tizimda to'liq ma'lumotlari kiritilgan va ular bevosita uyali aloqa vositalari orqali mening uyim billing platformasidan hozirgi kunda qancha mablag' to'ladim, qancha mablag' qoldi, qancha qarzdorligim bor yoki qancha ortiqcha to'lovim borligini bevosita kuzatib turish mumkin. Shu nuqtai nazardan aytmoqchiman, ushbu holat bo'yicha murojaatlarimiz ozgina kamaydi. Ya'ni qayerga sarflading, nima qilding degan savollarga o'z-o'zidan yechimi topilyapti. Yoki qancha qarzim bor edi, men to'lagandim, hozir ko'rinmayapti degan savollarga o'z-o'zidan yechimi topildi. Kuzatib borish imkoniyati mavjud. Undan tashqari yana aytib o'tishim mumkin, yuqorida ham ta'kidlab o'tdim. Ko'p kvartira uylarini boshqarish usulini tanlash. Ya'ni bevosita boshqarish usulini ya'ni boshqarish tashkilotlarini, ya'ni kim menga xizmat ko'rsatadi deganda savolda aholini o'zi mana 2026-yil 1-iyuldan boshlab onlayn umumiy yig'ilishlar qabul qilinishi yo'lga qo'yiladi. Ya'ni platformalar orqali aholini o'zi tashabbus bilan chiqib xizmat ko'rsatayotgan tashkilotlardan norozi bo'lsa, o'z bevosita onlayn yig'ilishlarni tashkil qilish mumkin. Endi offlayn yig'ilishga keladigan bo'lsak, qonunchiligimizda yozilganki 50% dan ortiq mulkdorlar ishtirok etishi kerak, yig'ilishda qatnashishi kerak. Unda aholini 50% dan ortig'ini bir joyga to'plashi imkoniyati bor. Kimnidir ishi bor, kimnidir boshqa joyda bo'ladi. Shuning uchun ushbu muhtaram prezidentimizning 2026-yil 5-fevralda qabul qilingan qarorlarida topshiriqlariga ko'ra 26-yil 1-iyuldan boshlab to'liq, ya'ni birinchi navbatda Toshkent shahar 2026-yildan 1-iyuldan boshlab 2027-yil 1-yanvardan boshlab butun respublika bo'yicha mazkur tizim joriy qilinadi. Bu nimani o'z-o'zidan keskin kamayishiga, ya'ni qaysi yo'nalishda murojaatlarni keskin kamayishiga olib keladi desak, aholi o'zimga bo'lgan masalan xizmat ko'rsatayotgan ko'p kvartira uy boshqarish organ faoliyatidan noroziman deydi. Almashtirib beringlar, boshqa qilinglar degan murojaatlarimiz ko'pda. Ya'ni boshqarish tashkilotlari faoliyatidan norozi. U albatta qonunchilikda belgilangan tartibda mulkdorlar o'zi tanlashi kerak, o'zi yig'ilish qilib, o'zi o'sha tartibga asosan o'tishi kerak boshqarish. U mazkur tizim, onlayn tizim shunaqangi ularga yo'l ochadiki, aholini hammasini bir joyga to'plash imkoniyati yo'q. Lekin onlayn yig'ilishda bevosita ishxonada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, qatnashib ovoz berib boshqarish usulini o'zgartiradi yo boshqarish tashkilotini o'zgartirish imkoniyati bor. Bu boshqaruv servis kompaniyalaridan, boshqarish tashkilotlaridan noroziman degan qismni bevosita o'zi keskin kamayishi, shu murojaatlarning keskin kamayishiga olib keladi. Rahmat. Haqiqatda siz aytganingizdek billing tizimi yoki bo'lmasa o'sha qonunchilikka binoan mulkdorlarning o'zini uni boshqaruv tizimini tanlash huquqi bu har jihatdan unikal. Birinchi navbatda uning huquqi shunaqa. Ikkinchi navbatda bu unikal. Ayniqsa raqamlashgan talqini bu aytganingizdek vaqtni ham, naqdni ham, kunlarni yo'qotilishini, asabbuzarliklarni keskin kamaytirdi. Bu karrasiga foizlar kamaydi va har jihatdan oddiy iste'molchi sifatida men buni doim qo'llab-quvvatlaganman va bu qulayliklarni avvalgi zamondagi o'sha yugur-yugur, chop-chop bu idoradan bu idoraga qo'lda qog'ozlar bilan, papkalar bilan yurishlar deyarli bir g'alati tarixga aylanib qoldi. Biz uchun qulaylik har jihatdan zo'r. Keyingi savolim shundan iborat, garchi islohotlar o'zini yo'liga, ular qulaylik yaratadi, lekin aholining sizdan ugina, bizdan bugina aholining kommunal madaniyatini shakllantirish ham ko'p jihatdan baribir soha xodimlari sifatida sizlarga borib taqaladi. Bu borada ham aytaylik siyosiy savodxonlik yoki kommunal madaniyat oshganini sezyapsizlarmi? Albatta, avvalambor raqamlashtirish, inson omilisiz to'lovlarni amalga oshirish aholini kommunal soha vakillariga, umuman mutasaddilarga bo'lgan ishonchini orttiradi. Sababi oldin eski davrda o'sha boya aytib o'tganimizdek, qo'ldan naqd pul ko'rinishida to'lovlarni qabul qilib olib, unga har xil cheklar berish va u cheklar o'sha kassagacha yetib bormaslik holatlari mavjud bo'lgan. Bugungi kunda raqamlashtirish orqali aholimizning to'lov qobiliyati ham ishonchi bilan birgaligida to'lov qobiliyati ham shakllandi.
Bu islohotlarning natijasi sifatida ham ko'rsak bo'ladi. Sababi boyagi murojaatlar to'g'risidagi savolingiz bilan chambarchas bog'liqda hozirgi berayotgan savolingiz. Demak, aholimiz oldin to'lovni to'lamasdi ham. Sababi aholimizni uygacha issiqlik energiyasi aholini uygacha, kvartiragacha yaxshi yetib bormagan. Bugungi kunda biz jahon texnologiyalari asosida ishlab chiqarilayotgan penopoliuretan demak tarmoqlarni tortishimiz oqibatida tizimdagi tarmoqlardagi yo'qotishlarni 20% gacha qisqartirishga erishamiz. Bundan tashqari mana shu yangi texnologiya asosida qozonxonadan demak ko'p kvartirali uylargacha bo'lgan tarmoqning qaysi joyida kichik bir teshik hosil bo'lsa ham, uni o'sha joydan signal olib, o'sha joyda tezkorlik bilan bartaraf qilish imkoniyatini beradi. Oldingi davrda o'zimizni eski temir demak tarmoqlarda qozonxonadan issiqlik energiyasi chiqib ketgan, u ko'p kvartirali uylargacha yetib bormagan, yaxshi yetib bormagan. Buning oqibatida aholimiz mening uyimga issiqlik energiyasi yaxshi yetib kelmagan, nima uchun men to'lashim kerak degan bir haqli e'tiroz bildirganlar. Qozonxona vakillari bo'lsa, men qozonxonadan yetarli issiqlik energiyasini chiqazib yuborganman degan bir oradagi nizoli vaziyatlar ham, muammoli vaziyatlar ham mana shu yangi texnologiyalarni joriy qilish oqibatida o'z yechimini topdi. Sababki o'sha oldin qaysidir joydan teshikni topish uchun 3 kilometrlik tarmoqni piyoda bosib o'tish kerak bo'lgan. Hozirgi kunda bu avtomatlashtirish jarayonida qaysi joyda yo'qotishlarimizni aniq bilib, joyiga chiqqan holda bartaraf qilish imkoniyatini bermoqda. Tushunarli. Va bu birin-ketin kelajakdagi rejalar, xususan aqlli shahar konsepsiyasiga ham qaysidir ma'noda yaqinlashish hisoblanadi. Siz aytganingizdek, raqamli umuman boshqaruv tizimi, biling yoki va hokazo. Keling, shu haqida qisqa bir tushuncha berib o'tsangiz, kelajakdagi rejalar va aqlli shahar konsepsiyasi borasida zamonaviy kommunal tizimni qanday tasavvur qilishimiz to'g'ri bo'ladi? Aqlli shahar konsepsiyasi asosida agar tasavvur qiladigan bo'lsak, hozirgi kungacha mana raqamlashtirildi. Ancha sohamiz, yo'nalishlarimiz raqamlashtirildi va raqamlashtirishni takomillashtirish bugungi kunda davom etyapti. Bu degani kelajakda qanaqa bo'ladi? Aholi bevosita nima boshqarish sohasida bo'ladimi, issiqlik yo'nalishida bo'ladimi, boshqa kommunal sohasi, suv, elektr yo boshqa sohalarda bo'ladimi? Barchasini shu raqamli texnologiyalar asosida kuzatib borish imkoniyati bo'ladi, tanlov qilish imkoniyati bo'ladi, to'lovlari boshqasi hammasini, ya'niki to'liq raqamlashtirishga erishadigan bo'lsak, aholini shu yashash sharoiti yanada yaxshilanishi va shu qulay sharoitda yashashi bo'yicha olib keladi bu narsa. Undan tashqari aholiga masalan aytmoqchimanki, sifatli xizmat ko'rsatayotgan boshqaruv tashkilotlariga endi to'lov madaniyati bor, yuqorida aytib o'tdingiz, aholi tomonidan ham baribir tomondan javob bo'lishi kerak, atvet bo'lishi kerak. Shuni aytmoqchimizki, xizmat ko'rsatayotgan boshqaruv tashkilotlarining moliyalashtirish manbalari, ya'ni boshqarish organlarining aholining majburiy badal mablag'lari va bir tomonlama faqatgina xizmat ko'rsat deb talab qilgan bilan u ertaga kelajagi yurishi qiyin bo'ladi. Ya'ni o'sha ko'p qavatli uyda mablag'i bo'lmasa, aholi tomonidan to'lovlari agar vaqtida amalga oshirilmasa, ushbu talablari ham vaqtida bajarilmaydi. O'sha ko'p qavatli uylarda normal holatda, ya'ni kim lozim darajada saqlash ishlarini bajara olmaydi. Shuning uchun men aholidan ham biroz aytib o'tamizki, shu kelajakdagi aqlli shahrimizni yoki shu uy joyimizni, yashash sharoitimizni yanada yaxshilash lozim bo'lsa, o'sha lozim darajada saqlash bo'ladigan bo'lsa, to'lovlarni ham vaqtida to'lansa, o'sha boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan o'sha sifatli xizmat ko'rsatib, shu kelajakda nima deydi, birgalikda qurishga erishiladi bu narsani. Rahmat. Ulug'bek, qisqa to'ldirib ketmoqchiman. Demak, biz o'zimizni issiqlik ta'minot sohasini rivojlantirish bo'yicha 2030-yilgacha bo'lgan strategiyasini ishlab chiqqanmiz. Strategiyaga muvofiq asosiy ustuvor yo'nalishimiz inson omilini kamaytirgan holatda avtomatlashtirishga o'tish. Aqlli shahar konsepsiyasida bizda issiqlik ta'minoti obyektlarini elektron modul tizimiga o'tkazish rejamizda bor va bu bo'yicha ishlar davom etmoqda. Elektron modul tizimi nima? Bu har bir massivdagi yoki shaharchadagi
qozonxonamiz bo'ladimi, tarmoq bo'ladimi, buni sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan tizimga ulash va o'sha massivlardagi yangi quriladigan ko'p kvartirali uylarga mavjud qozonxonalarimizni quvvati ulash uchun yetadimi yoki yangi qozonxonalar qurishimiz kerakmi degan savollarga demak sun'iy intellekt yordamida javob olib ham vaqtdan tejaymiz, ham inson omiliga bog'liq bo'lgan xato kamchiliklarni bartaraf qilgan bo'lamiz. Aqlli shahar konsepsiyasida bizda ustuvor yo'nalish raqamlashtirish bilan bog'liq. Tushunarli. Demak, bu boradagi ishlar hali davom etadi va xalqaro tajribalar tatbiq etiladi. Aslida haqiqatda biz shunday soha vakillarimiz, boshlovchi jurnalistlar va jurnalistika bizning ishimiz albatta ekran orqali namoyon bo'ladi. Bu orqali baho berishadi, xalq o'zidagi yangiliklardan voqif bo'lish darajasidan bizning ishimizga qaysidir shkala bo'yicha baho berishadi. Sizniki esa uylarimizni chirog'i muntazam yonib turishi, to'lov qilingan, qarzdorlik yo'q, issiqlik ta'minoti yaxshi, oilada farovonlik bor. Shu jihat bilan baholanadi va ko'zga ko'rinmaydigan kasb sohasisiz, lekin sizning faoliyatingiz bevosita xonadonni kayfiyati, oilaning qaysidir farovonligi belgilab beruvchi omil va bu kabi mashaqqatli ishingizda har doim xalqni rozi qilish, xalq sizdan rozi bo'lish darajasiga kayfiyatda yurishingizni talab qilamiz. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Yarchan bayram bo'lsa-da, studiyamizga suhbat uchun vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat va suhbatni uyushtirishga jonbozlik ko'rsatgan jurnalistlarimizga, Odil Karimovga ham minnatdorlik bildiramiz. Sohangizdan, oilangizdan albatta ro'shnolik ko'rishingizni talab qilamiz. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, biz esa keyingi soatlarda aynan boshqa sohalarga taalluqli yana suhbatlar, mavzularda reportajlarni hukmingizga havola etamiz. Bizni kuzatib boring.